alaykum lada ishqibozlari. Mana bugun yana bitta ladamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga bir obzorni qilib qo'yay dedim. Oranjeviy svetda mana ladamiz xudo xolasa parirovka holatiga qarab qoldi. Xudo xolasa parirovkadan chiqqandan keyin bir yana nima qilamiz, lekin asosiy mashinamiz tayyor bo'lgani sababli bir obzor qilib bergim keldi. Xudo xolasa mashinamiz ajoyib bo'ldi. 1.8 motorda kuzov holatlari ham juda ajoyib. Xudo xolasa menimcha yoqadi deb o'ylayman. Hop. Pitno nimasida mana shu bitta krilo bilan, mana shu orqa krilo, oldi krilo, kapotni mana shu tepa qismida mana pitno qilganmiz. Xudo xolasa ajoyib. Bagajlari ham mashinamiz juda metan gazlari bilan pokoleniyada zapas balon hamma narsa. Orqa sidinalari mana podogret qiladi xudo xolasa, siydigan. Qulayliklar hammasi bor inshaalloh. Yurgan kilometri 116 kilometr. Monitorlarni ham qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa narxlarni ham ajoyib bomba qilib, arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Aloqaga chiqsani, albatta qiziquvchilar bo'lsa, yana bir narsa, lada sotish xohlayotgan, qanaqa sotish bilmayotganlar bo'lsa ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Lada olamiz ham, sotamiz ham. Oluvchi qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranimizni pastiga yozib ham qo'yamiz nomerimizni. 95li 322 0300 50 552 0000. E'tiboringiz uchun rahmat. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. Sizlarga albatta ma'qul keladigan umiddaman. Yana har xil qo'shimcha qandaydir savolinglar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buni motorlar haqida, boshqa ustalarga ba'zi birlar qiynalyapmiz deyishadi. Programma bormi? Korobka masalasi bormi? Bemalol murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha yordam qilib javob qilishimiz mumkin.